Assalomu alaykum do'stlar. Ismim Islombek Ne'matov va bugun sizlar bilan GRE haqida gaplashib o'tamiz. Agarda siz ham dunyoni top universitetlaridan birida magistratura o'qish niyatingiz bo'lsa, bilasiz, GRE yoki GMAT olishingiz kerak bo'ladi. Shaxsan o'zim GRE imtihonini topshirganman va siz ham nega GRE imtihonini topshirishingiz kerakligi haqida bugun batafsil gaplashib o'tamiz. Va GRE bo'yicha shaxsiy ballim matematika qismidan 170 dan 160 ni va reading qismidan esa 170 dan 151 ni 3 oy ichida qo'lga kiritganman. Keling unda birinchi savolga javob beramiz, ya'ni GRE o'zi nima va nega topshirishingiz kerak. Va ko'pchiliginglar SAT haqida eshitgan bo'lishingiz kerak, ya'ni SAT bu undergraduate degree, ya'ni bakalavr uchun kerak bo'ladigan test, a GRE esa graduate degree, ya'ni magistratura va doktorantura uchun kerak bo'ladigan test hisoblanadi. Va GRE sizni tanqidiy fikrlash, matematik mantiqingizni va ingliz tili bo'yicha akademik tayyorgarligingizni o'lchaydigan test hisoblanadi. Va bu degani siz qay darajada magistratura yoki doktorantura programmasiga tayyorgarligingizni ko'rsatib beradi. Va bu imtihonni siz bemalol uydan yoki test centerdan topshirsangiz bo'ladi va ba'zi bir davlatlarda qog'ozda ham topshirsa bo'ladi, qachonki kompyuter versiyasiga topshirish imkoni bo'lmaganda. Va GRE ning ikkita turi mavjud, ya'ni birinchisi bu GRE General Test va GRE Subject Test. GRE General Test bu juda ham ko'plab magistratura va doktorantura programmalariga o'tadi. GRE Subject Test esa bu specific, ya'ni faqatgina psixologiya, matematika va fizika yo'nalishlariga topshiriladigan test hisoblanadi. Va bugun sizlar bilan shaxsan o'zim topshirgan GRE General Test haqida gaplashib o'tamiz. Keling, birinchi navbatda amal qilish muddati to'g'risida gaplashib o'tamiz. Ya'ni amal qilish muddati 5 yilni tashkil qiladi va siz 1 yilda 5 martagacha topshirishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina o'rtada interval 21 kunni tashkil qilish kerak. Ya'ni agarda siz bugun topshirsangiz, keyingi topshirishingiz 21 kundan keyin bo'lishi kerak bo'ladi. Va bu imtihon 3 qismdan iborat, ya'ni writing, reading va matematika. Keling, birinchi navbatda writing qismidan boshlaymiz. Ko'pchilik biladi, ya'ni IELTS topshirgan bo'lsanglar, IELTS writing qismida task 2 bor. Ya'ni sizga bitta mavzu beriladi va o'sha mavzuga yozib berishingiz kerak bo'ladi. GRE writing qismida ham xuddi shunaqa, ya'ni sizga bitta mavzu beriladi va uni 30 daqiqa ichida yozib tugatishingiz kerak bo'ladi. Va GRE ning reading qismi esa verbal reasoning deyiladi. Va bu sectionda sizni mantiqiy fikrlash, matnni tahlil qilish va bundan tashqari vocabulary bilimlaringiz tekshiriladi. Va uchinchi qismi esa bu matematika hisoblanadi. GREda bu quantitative reasoning deyiladi. Va bu sectionda esa sizni algebra, arifmetika, geometriya va bundan tashqari data analysis, ya'ni ma'lumotlarni tahlil qila olish qobiliyatingiz tekshiriladi. Va bu rasmda ko'rib turganingizdek umumiy test vaqti 1 soat va 58 daqiqani tashkil qiladi. Ya'ni reading qismida ko'rishingiz mumkin ikkita section va matematika qismida ham ikkita section bo'ladi. Ya'ni ikkalasini ham birinchi sectionda sizga 12 tadan savol, ikkinchi sectionda esa 15 tadan savol beriladi. Va ko'rishingiz mumkin matematikaga salgina ko'proq vaqt beriladi. Ana endi sizlar bilan GRE scoring, ya'ni ball qo'yish sistemasi haqida gaplashib o'tamiz. GRE ning writing qismida 0 dan 6 gacha baho qo'yiladi. Ya'ni bu degani siz olishingiz mumkin 0.5, 1.5 yoki 2, 2.5, shu 6 gacha 0.5 oralig'ida ballar yig'ilib boradi. GRE ning matematika va reading qismi esa bir xil baholanadi. Ya'ni minimum ball ikkalasida ham 130 ni, maksimum ball esa 170 ni tashkil qiladi. Va agarda siz ham GRE imtihoniga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, reading, writing va matematika bo'yicha kitoblarni bemalol Telegram kanalimizdan yuklab olsangiz bo'ladi. Endi esa sizlar bilan GRE ning section adaptivity haqida gaplashib o'tamiz. Bizda GRE section adaptive hisoblanadi. Bu degani, boya aytib o'tganimdek, sizga reading va matematika qismida ikkitadan section bo'ladi. Ya'ni birinchi sectionga siz qay darajada yaxshi javob bersangiz, keyingi section qiyinlashib boradi. Birinchi sectionda siz agarda yaxshiroq javob bera olmasangiz, keyingi section sizda osonlashadi. Writing qismida bu narsa mavjud emas. Sizga faqatgina bitta essay topic beriladi va o'shani yozib tugatishingiz kerak bo'ladi. GRE sertifikati nafaqat sizga magistratura va doktoranturaga o'qishga kirishga yordam beradi, balki bu sertifikat orqali O'zbekistonda ham juda ham katta foydaga erishsangiz bo'ladi va bu narsani mana shu video orqali ko'rib olishingiz mumkin. Bir dona sertifikat orqali oylik maoshingizni 50% gacha oshirish mumkin. Buni qanaqa qilish kerakligini hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. GRE imtihoni nafaqat sizga top universitetlarga magistratura va doktoranturaga kirishga va scholarship olishga yordam beradi, balki bu sertifikat orqali siz O'zbekistonda ham katta imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Agarda siz matematika o'qituvchisi bo'ladigan bo'lsangiz, GRE sertifikati sizga juda ham katta moliyaviy foyda olib kelishi mumkin. Ya'ni GRE sertifikati orqali siz xuddi o'sha ish uchun plus 50% oyligingizga ustama olishingiz mumkin bo'ladi.
Ya'ni agarda oyligingiz 10 millionni tashkil qiladigan bo'lsa, sizga 50%, ya'ni har oy plus 5 million qo'shib beriladi. Buning uchun siz JR'ni faqatgina matematika qismidan 160 va undan yuqori ball olishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz matematika o'qituvchisi bo'lsangiz va ingliz tilini ozgina biladigan bo'lsangiz, sizga bu natijaga erishish uchun taxminan 1 yoki 2 oy yetarli bo'ladi. Agarda eslasanglar, videoni boshida sizlarga nega JR topshirish kerak, jimat emas, shu savolga hozir javob berib o'taman. Va birinchi sabablardan biri, bilasizlar, JMAT bu faqatgina biznes yo'nalishlariga o'tadi, ya'ni MBA dasturlari uchun. JR esa bu ham MBA va STEM yo'nalishlari, ya'ni Science, Engineering, Technology va Mathematics. Shu kabi yo'nalishlarga bemalol topshirsangiz bo'ladi. Va ko'pchilik o'ylashi mumkin, JR imtihoni bu MBA dasturlariga, ya'ni biznes yo'nalishlariga o'tmaydi. Va aynan mana shu sababdan hozir sizlar bilan Stanfordni GSB, ya'ni Graduate School of Businessni MBA yo'nalishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Va bu yerda ko'rishingiz mumkin, bu yerda yozib qo'yibdi Stanford GSBda we have no preference for one test over the other. Va bu degani siz JR'ni ham MBA yo'nalishiga bemalol topshirsangiz bo'ladi. Va JR imtihoni haqida hozircha mana shular. Agarda savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi va keyingi videolarda ko'rishguncha.